Makkadan bir kunimni bugun sizlar bilan bo'lishaman dedi. No ko'chaga. O'sha gilamlarga o'tirib o'qish. Uyogamiz, chunki oilaviy 6 kishi bo'lib kelganimiz uchun soat nechiga kiryapmiz? Stil juda ham chiroyli. Sekin ovqatlarni esa xuftondan keyin tarqatishadi. Va orqamda juda ham chiroyli hammasi bor. Yoqimli ishtaha. Neylari bor. Surmani kukunini ichiga solasiz. Surma uchun. Bu yonadi. To есть sitasini olasizda, yondirasiz. Bulliki dekavat. Mashhur. Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Makka hayotimdan bir kunni bo'lishaman. Biz oilaviy Saudiya Arabistonga keldik. O'zi umraga kelgan edik, lekin anchaga qolib ketdik. Chunki tur firmalarsiz kelganmiz o'zimiz. Lekin qaytishga, hali O'zbekistonga qaytishga bilet olganimiz yo'q. Biz уже 1,5 oydan beri shu yerdamiz. Men hech YouTube uchun bir video olmagan ekanman. Xudo xohlasa bugun qanaqa o'tyapti kunim, nimalar qilyapmiz yokida umuman sizga Makkadagi hayotim bilan bo'lishaman. Kameram zaryad olishini kutyapman. Keyin ukam bilan yo'lga chiqamiz, chunki opam bilan oyim o'sha haramdalar. Meni ishlarim bo'lgani uchun uyda qolib ish qilgan edim. Undan keyin men endi hozir biz chiqib ketamiz. Kstati akam ham shu yerdalar, akam ham ishlayapti. Kstati biz udalyonni ishlaymiz, ya'ni onlayn ishlaganimiz uchun xohlagan davlatimizda yura olamiz. Xo'p, unda qani ketdik. Yo'daman o'zi kameraga gapirib video ovozladim, lekin kameram slow motionga tushib qolgan ekan. Ya'ni sekin oladigan videoga tushib qolgan ekan. Yashaydigan joyimizga kelsak, biz imенно uy yoki qanaqadir kvartirada turmaymiz. Otelga o'xshaydigan joyda 3 tali xona olganmiz. 3 ta xonaga bitta eshikdan kiriladi va uni umumiy oshxonasi bor. Biz turayotgan joy haramdan 6 kilometr uzoqlikda joylashgan. Har kuni haramga avtobusda qatnaymiz. Avtobusga bemalol mana bunaqa apparatlardan bilet olsangiz bo'ladi yoki eng oson yo'li bu Bas приложениесini skachach qilib, приложениеdan chipta olish. Chipta narxi 4 riyal turadi. Bu yerda o'zimizga o'xshab har xilcha avtobuslar bor va har xilcha manzilga yuradi. Avtomobilda turamiz, haramga yo'l olish uchun, haramga borish uchun. Biz o'sha bir oyga uy olganmiz, o'zi o'sha uy olganmiz, chunki oilaviy 6 kishi bo'lib kelganimiz uchun. Ko'pchilik bo'lib kelganimiz uchun uy olgan yaxshiroq, chunki otellar bu yerda bir kunga $200, $150 dan turadi, eng arzonlari $100. Undan kamlari ham bor, sharoitga qarab. Biz yaxshiroq sharoitli uy olganimiz uchun bir oyga $8 ga tushamiz, 6 kishiga, menimcha normal. Lekin haramdan 6 kilometr uzoqlikda. Biz hozir ostanovkadamiz, avtobus kutyapmiz, avtobusda boramiz. Xo'p, avtobus haramgacha, ya'ni o'sha Ka'bagacha 20, agar probka bo'lmasa 20 daqiqada, probka bilan yarim soatlarda boradi. Hozir biz asrdan o'tib boryapmiz. O'sha 5 dan oshdi. 5 bo'ldimi? Ha, 5 bo'ldi soat. Xo'p, endi ketyapmiz. Ukam bilan birga avtobus 4 riyaldan avtobusga biletlarni приложениялар orqali olsa bo'ladi yoki mana bu yoqda stansiyalarda mana bunaqa narsalar bor. Bu yerdan ham olsa bo'ladi. Biz hozir 6-avtobusni kutyapmiz. 6-avtobus primoy boradi. O'sha 6 ta stanovkada sразу olib keladi. O'zi uydan chiqishimni hammasini videoga olib kelayotdim. Lekin kameram slow motionga tushib qolgan ekan, ya'ni sekin oladigan anaqa bor, kadr. O'shanga tushib qolgan ekan, hozir shuning uchun boshqatdan gapiryapman. Ostanovkada. Biz hozir avtobusimiz kelsin, davom etamiz. Bizga hozir avtobus kutib yurishimizcha yana qiziqarli informatsiyalarni aytib o'taman. Bizani hozir internetimiz yo'q. Sim kartamiz bor, lekin ichida internet qolmagan. Ya'ni internet bo'lmasa, даже telefon ham qila olmaysiz. Bu yoqda internet juda ham qimmat turadi Saudiyada. Shuning uchun internetdan yaxshiroq tejamkorlik bilan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Men sim kartani boshida 200 ming so'm atrofida olgan edim. U 2 hafta uchun, ya'ni 2 hafta ishlatasiz, undan keyin o'chadi. Ichidagi hamma narsasi. Undan keyin yana bitta sim karta oldim. O'zi vizangizga
bitta vizaga siz atigi ikkitagina sim karta olishingiz mumkin ekan, boshqa sim karta ololmaysiz. Men esa sim kartam o'chgandan keyin sразу yangi sim karta olgan ekanman. Uni siz sim kartangizni ichini pulga to'ldirsangiz bo'ladi, faqatgina qaysidir o'sha kompaniyasini imенно magazin tarafiga borishingiz kerak. Adashmasam, chunki men hali to'ldira olganim yo'q shu turda. Pulsiz yuribmiz, ya'ni internetsiz yuribmiz. Bu yon avtobuslari ham xuddi o'zimiznikiga o'xshaydi. Faqat o'sha telefonda bilet olganingizda QR kodini mana bunaqalar bor. Mana bunaqa narsalar, shunga notit qilishingiz kerak. Faqat bitta naqasi konditsioneri juda ham past qilishadi, juda ham sovuq. Hozir biz ketamiz. Hozir shomga boramiz. Shom o'qigandan keyin shom o'qigandan keyin anaqada ko'rishamiz unda. Half millionda. Biz tushdik avtobusdan. Avtobusdan tushganimizda biz ozgincha yuramiz, ko'p emas. Примерно 4 minutlik yo'l. Bu yerda magazinlar ketgan, har xilcha, mana narigi yo'lda, narigi betda. O'sha har xilcha suvenir, sovg'alar olsa bo'ladi bu yerdan. Bu yerda ko'cha savdosi ham bor. Har xilcha suvenirlar arzonroqga olasiz. Ko'chada sotilayotgan narsalarni olsangiz. Agar yo'limizdan chiqsa, sizlarga ko'rsatib o'taman. Narxlarni bo'lishib o'taman. Yashashga keladigan bo'lsak, bir oyga necha pul ketyapti yoki kunlik necha pul ketyapti, necha pul ishlatyapsiz desangiz, ovqatdan boshlayman. Agar ko'chada ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, почти biznikidaqa bitta kishiga, bitta odamga 70 ming, 80 ming so'mdan tushadi. Agar o'sha pulni bozorlik qilib uyda ovqat qilsangiz, 2-3 kishi yeysiz. O'sha 70 ming, 80 ming so'mlik o'sha pulli narsani agar tayyorlab yesangiz. No, o'sha uyda bo'lib ovqat qilib, o'sha vaqt ketish kerak bo'ladi. Ketadi ozgincha. Bu taraf ham bor. Xo'p. Kuniga endi 3 mahal ovqatlanishimiz kerak. Zavtrakni uyda qilsangiz, obedda agar haramga borsangiz, endi bu yoqda, kстати, tekin ovqatlar ham tarqatishadi savob uchun. O'sha ovqatlardan ham yeysiz bo'ladi. Agar haramda bo'lsangiz, ovqatlari yaxshi. Agar bugun tarqatilsa, xudo xolisa sizlarga ko'rsataman qanaqa ovqat ekanligini. Mana bizda bunaqa chiroyli yo'l kelyapti. Wow. Вообще zo'r. Sal turib shom kiradi. Yarim soatdan keyin rovna. Hozir biz o'sha keldik почти haramga. Kiramiz, shomni o'qib, undan keyin kстати biz ovqatlanmaganmiz. Uyda nimadirlar yeb olgan edim, normal ovqatlanmagan edik. Keyin ovqatlanib olamiz. Bugun sizlarga magazinlarni aylantirmoqchiman, sizlarni magazinlarda aylantirmoqchiman. Nima narsalar bor, necha puldan, ya'ni sovg'a masalasi bo'yicha. Chunki ko'pchilik hadya olishadi, o'sha ketayotganida. Ko'p joyni bilmaganliklari uchun endi aylanishga vaqtingiz bo'lmaydi-yu bu yerda. Soat nechidan kirib olishadi-da. O'zi ko'pincha hamma sovg'alar, hamma narsa soat ichida bo'ladi, lekin sal qimmatroq bo'ladi. Shuning uchun agar siz arzonroq narsa olmoqchi bo'lsangiz, bugun men bilan oxirigacha qoling. Sizlarga men bittan soatni qanchalik chiroyliligini, soat nima, endi aytaylik, vidni chiroyliligini ko'rsatib beraman baribir kamerada. Biz deyarli kelib qoldik. Snakdan keyin o'sha kiramiz, xudo xohlasa. Mana biz yetib keldik. Kстати, bu yerda juda ham ko'p qushlar bor, kabutarchalar. Maşallah, juda ham chiroyli.
Sizga vidni ko'rsatib beryapman. Odam juda ham ko'p. Bitta bu kami, bitta mana bitta joylashish bo'lmasdi yurishdi. Hozir biz ukam bilan ayrilyapmiz. Namozdan keyin ko'rishadigan joyimizni belgilab oldik. To'g'ri ko'rishamiz unda. Yapaydu. Вот. Да. Да. Давай. Xo'p, biz ayrilyapmiz. Chunki bilasiz, erkaklar alohida joyda o'qishadi, ayollar alohida o'qishadi. Shuning uchun, chunki bu yerda odam juda ham ko'p, bir-biringizni baribir topa olmaysiz. Shuning uchun agar kelsangiz ham yo'qolib qolsangiz, qaysidir joyga belgilab olishingiz kerak bo'ladi. Mana men bu yerdan boshlanadi shu kirish. O'ng oyoq bilan kiramiz. Odam juda ham ko'p. Xo'p, soatda men buni aytgan edim. Mana men bu soat ichida har xilcha narsalar sotiladi-da. Hozir bu yoqda uchrik probka bo'lyapti. O'tolmayman cho'ta. Agar namozni jamoat bilan yaxshi joyda o'qimoqchi bo'lsangiz, namozdan 1 soat oldin kelib joyingizni egallashingiz kerak bo'ladi, chunki ko'pincha mana darvozalarni joy to'lsa уже yopishadi-da. Undan keyin ko'chada o'qishingizga to'g'ri keladi. Hatto ko'chada ham joy qolmaydi. Bitta gilamlar bor. Gilamlar qo'yilgan mana bu taraflarda. No ko'chaga ham o'sha gilamlarga o'tirib o'qishga ulgurmasligingiz ham mumkin. Shu darajada bo'ladi. Ya'ni imina namoz vaqtida bu paytda siz yerda o'qiysiz. Shuning uchun o'zingiz bilan kichik bir joy namozingizni olib olishingiz kerak bo'ladi. Men doim o'zim bilan joy namozimni olib yuraman. Lekin mencha bugun uyda qolib ketdim. Chunki uyda turshab o'qigan edim-da. Mencha qolib ketdi. Xullas sizlar bilan namozdan keyin ko'rishamiz. Qancha imminni yo'qolib qolganingizni qayerda ko'rishni tushuntirib o'tsam, ya'ni tushuntirib emas, prosta aytib o'taman. Mana men bu soatni tagida mana bunaqa joy bor. Yoki shu yerda ko'rishsangiz bo'ladi, yoki-da bitta kafeshka bor. Instagramda rosa ham populyarni bo'lib ketgan joy. Mana bu eskalatordan tushadigan joy bor. O'sha yerda kafeshka bor. Ko'pincha biz o'sha yerda ko'rishamiz ukam bilan yoki da oyim bilan. Agar yo'qolib qolsak, o'sha yerda ko'rishamiz deb ogohlantirib qo'yamiz. Bir-birimizni qo'shna qilsangiz yaxshiroq bo'ladi. Yo'qolib qolsangiz ham bir-biringizni nima qilib qidirib o'tirmaysiz-da, o'sha yerga borasiz. Kafeshkani o'sha ukam bilan ko'rishganini sizga ko'rsataman. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول Namozdan chiqdim. Xo'p, men belgilangan joyga keldim. Mana bu yerda. Mana shu joy. Half million. Mana 1-2 bu kafeshka. Mana o'sha mashhur joy mana bu yerda eskalatorlardan. Faqat bu yerda qurilish bo'lyapti-da. Hozir shuning uchun bunaqa chiroyli fonlar bo'lmaydi. Hozir men ukamni kutyapman.
chunki ikkalamiz ham internetimiz yo'q deb bir-birimizni topishimiz kerak. Shuning uchun biz bo'ldi ukam bilan ko'rishdik. Hozir ujin qilganim soat nechiga kiryapmiz? Как раз sizlarga nima yeyishimiz va nech pulga tushishini ko'rsatib o'taman. Soat ichida 4-etajda, 4-5-etajda ovqatlanadigan joylar bor. Вот. No, men shaurma yeyman, chunki shaurmasi yaxshi. Ko'pincha fast foodlar bor, o'zbek ovqatlari ham bor, uyg'ur ovqatlar bor. Soat ichida o'zbek ovqat 4-etajda, o'sha biz chiqadigan joyda. Faqat sal chaprog'ida bo'ladi. Hozir mana kirib ketamiz. Stil juda ham chiroyli. O'z namozdan keyin o'zi menimcha odam hozir ko'p bo'ladi. O'tirishga joy ham bo'lmasa kerak, o'zi ko'pincha shunaqa bo'ladi. Bu yerda boya tekin ovqat deb aytib o'tdim. Tekin ovqatlarni esa xuftondan keyin tarqatishadi. Xuftondan keyin ko'rsam sizga ham ko'rsataman, bo'lishaman. Va orqamda juda ham chiroyli, kirib olaylik. Ko'proq dukilar o'zi eng sizlarga aytsam, kimgadir shu uydagilarga hadya olmoqchi bo'lsanglar, bu yerda hadyaning eng zo'ri birinchi o'rinda bu zamzam suv. Keyin misvoqlar olsangiz bo'ladi. Keyin bu yerda yana Qur'on kitoblar bor. Qur'on kitob, Madina Qur'on kitoblari bor, sotib olsangiz bo'ladi. Eng yaxshilari, eng zo'r hadyalar shundan iborat deb o'ylayman shaxsan o'zim. Tasbihlar bor, tasbihlar olsangiz bo'ladi. Anaqalar, o'tlar bor, ya'ni duhi, o't. Nima deyiladi o'zbekchalab? O'zbekchasini bilmayman. Thank you. Hidi zo'r ekan. Mana shuni olish kerak edi. Men bunaqa bu duhi sepib berishadi-yu mana. Men life hackslarga kitoblarimni ichiga solib qo'yaman. Kitoblarim shu o'qiganimda rosa ham zo'r hidda kelib turadi. Xullas biz mana eskalatordan tepaga chiqib ketamiz. Bu zamanda shaurma zakaz qildik. Bitta Pepsi ichida keladi. Как combo. Bitta Pepsi qo'shib beriladi. Pepsi bo'ladi ichida. Bitta kombosi 24 real turadi. Cheki. Cheki unaqa yaxshi ko'rinmayapti, telefon deydi. Xullas, mana. Hop, mana. Xullas juda ham shirin, ichida frisi bo'ladi. Mana bu kartoshka, sabzi, salon ogurti, sousi, rosa shirin. Puliga menimcha juda ham arziydi bu chiqishda. 4-etajda yana olamiz. Mana shunda burilishda eskalator mana bu tarafda. Burilishda mana shunda joylashgan. أشهد أن لا إله إلا Biz hozir xuftonni o'qib bo'ldik. Sizlarga tekin ovqat tarqatiladigan joyni ko'rsatmoqchiman. Mana bu yerda 6-toharat qiladigan hojatxona bor, 6-nomli. Shuni to'g'risida mana shu yerda mana bu yerdan boshlanadi o'chit. Mana hamma chiqib ketyapti zinadan ko'rsanglar. Hozir mana bu yerdan. Mana shu yerdan chiqsanglar, mana bu yerda ayollar faqat. Erkaklar narigi tarafidan boradi. Mana shu binoni narigi tarafidan kiradi erkaklar, ayollar esa mana bu tarafidan. Sizlarga ko'rsatish uchun hozir mana ukam boradi ovqat olgani, lekin mana o'chit mamidan boshlanadi. Erkaklarda o'chit, конечно, ko'proq. Mana ukam turdi. O'chit bunaqasiga boshlanadi. Lekin ayollarda o'chit почти kamroq bo'ladi. Bir marta men ham olgan edim. Chunki haramda umuman uyga bormasdan qolgan edik.
Bundoq qarasak, shu tekin ovqat tarqatilayotgan ekan. Olgan edik, yeb ko'rgan edik. Juda rosa mazali. Bizani oshga o'xshaydi. Guruch, tovuq bilan sok ham beradi. Sok bilan berishadi. Rosa ham biryani deyiladi o'zi. Rosa ham shirin bo'ladi. Shunchaki men ham olishga qaror qildim. Hozir boryapman. Missiyani oxirigacha complete qilib sizlarga oxirigacha ko'rsatib beray. Nima berayotgani bo'yicha. Chunki bunda boya ujin qilib oldik, no bunaqa ko'p narsa yemagan edik. Ikkalamizga bittagina kombo zakaz qilgan edik. Ko'p yemaganmiz. Xullas. Hozir men ketyapman. Mana bu yerda ayollar hozir очередda turibdi. Vaqti очередь juda ham tez o'tadi. Bunaqa 2 soat kutib turmaysiz. Bu yerda ataydan tez tarqatishvorishadi. Mana bu yerda bitta keks nimadir berishyapti. Bu yerda shoshilib ham ketishyapti-da hamma. Menga bermaysanmi deb. Menga mana bunaqa keks berishdi. Asabuzarlik bo'lishi mumkin. Itarishlardan, kutolmaydigan opalardan. Bu yerda minglab odamlarga desam bo'ladi, adashmasdan, chunki yarim soat o'tib ham hali mana to'xtagani yo'q. Chiqishyapti. Xo'p, ovqatdan hozir ochib ko'rsataman. Maza qilib to'yib yeysiz. Mana bunaqa guruch va tovuq. Faqat bu yerda bitta narsa, qoshiq yo'q, lekin muammo emas. Mana bu ustidagi qog'ozidan qoshiq qilsa bo'ladi. Mana kamerani sal pastroq tushiraylik. Xo'p, buni mana qilib qoshiq qilib, endi shundan mana. Xo'p, endi sizga ovqatni ko'rsatay. Savob qilayotgan odamlar nomiga duo qilib qo'ysangiz, yeyotganingizda nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Bizga yoqimli ishtaha. Deb bo'lgandan keyin ko'rishamiz yana. Hop, biz magazinlarga keldik. Bu yerda har xil magazinlar bor. Hozir sovg'alarni qarab ko'ramiz, nechta puldan ekanligini. Mana sovg'aga mana bunaqa misbolni olsangiz bo'ladi. Akras nechta? 10 talikmi? Ha, 12 talik ekan даже bu. Bittadan sovg'a qilsangiz bo'ladi-da. Yokida mana korobkaliklari bor. 12 ta ekan buni ham ichida. Mana shunaqa. Kстати, yosh kattalarga mana bunaqa 1000 talik, ayo menimcha 200 talik bu. 200 talik anaqalar, tasbihlar. Tasbih o'g'irib o'tirishga hech tugamaydi. Sumkalar bor ekan. Hop, ichkarida nima bor ekan? Har xil tasbihlar. Menimcha eng yaxshisi joynamoz, mushkambar, tasbih. Shunga o'xshash narsalar. Juda bitta kattalar ekan, menga kichkina tasbihchalar kerak-da, mana ham chiroyli ekan. How much? Почему маленьких нет? Mana bu narsa surmani ichiga, surmani kukunini ichiga solasiz. Mana bu narsa ham ichida surma uchun kukuni solinadi ichiga. Mana bunaqa bo'ladi. Ichiga solinadi, qo'lingizda surasiz. O'y, mana bu ichidagi narsa bilan suriladi. Shunda men ham surmami, tushunmayman nima bu? Wow. Mana bu narsa bu yonadi, to есть tutun o't deyiladi, hidli. Hidi zo'r ekan.
Buni bittasini olasizda, yondirasiz. Bundan tutun chiqadi, hidi chiqadi. Qani hidi? Yo'q, hidi slishkam shirinroq ekan bu. Mana bu yashil qanaqa ekan? Nokka? Ha, o'chata. Nimadir hidi. Gullar qanaqadir? Gullik hidi kelyapti. Вроде normal. Idishi qanaqa ekanda, og'ir ekan cho'ta. Slishkam. Mana qanaqa narsa olishim kerak. Mana bu narsani ichiga mana shular solinadi-da. Mana shu ustiga bitta qo'yasiz. Buni yopasiz-da. Yopganingizda mana bu yerdan tutunlar chiqadi, hidi chiqadi. Rosa chiroyli bo'ladi. Mana bu yerda mana chiroyli breloklar bor ekan. Mana chiroylilari har xilcha Kabani, Madinani, masjid mamlaqa har xilcha breloklar. Baqchasi bor, xullas. Mamlaqa termoslar bor. Ko'pchilik mana shu termosdan olishadi. Mashhur. Men bu naqalar 3 realdan ekan. Biz qaytyapmiz uyga. Mushukchalarni qaranglar, bu yerda mushukchalar rosa qiynalishadi desam ham bo'ladi. Hammasi ozg'in. Yaxshi ovqat yeyishmaydi. Ну как ko'cha mushuklari. Turkiyadaqa emas. Ya'ni Turkiyada mushuklar oho, rosa mazax yashashadi-yu, lekin bu yerda unaqa emas. Orqamdagi vidni qaranglar. Xullas bu yoqqa kelsangiz boshqacha maza qilasiz. Hamma narsa o'zgacha. Biz hozir avtobus bekatigacha yuryapmiz. Shu kelgan yo'limizdan, kelganimizda narigi yo'ldan kelgan edik. Hozir mana bu tarafdan kelyapmiz. Mana SCC bu yerda sim kartalar sotib olsangiz bo'ladi. Biz ham SCC sim kartasini olganmiz. Xo'p, sim kartalar narxi 90 ming so'mdan boshlanadi. 2 haftalik, 1 oylik bor, 3 oylik bor adashmasam. Bugun oy juda ham chiroyli. Xullas, mana sizga shunaqa aura. Mana bu yerda ko'p indoneziyaliklar, o'zbeklar rosa ham ko'p. Mana kelishyapti bular yoki ketishyaptimi? Bu yerda otellar bor-da. Otellar bular. Mana ko'pincha mana shu yo'lda har namozdan keyin ko'cha savdosi bo'ladi. Ko'chada yoyma bozor bo'ladi. Abayalar sotishadi 5 realdan. Voy, abaya 5 real emas endi. 5 realdan har xil joy namozlar ko'rsangiz bo'ladi. 30 realdan abayalar sotishadi. Mana chimodanlarni qaranglar. Hammasi bir xilda. Shunisiga hayron qolaman. Indoneziyalik yoki Malayziyam qanaqa vajat olishadi. Bugungi sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan narsalarimiz shundan iborat edi. Shunaqa qilib bugungi vlogimizni shunaqa qilib tugatamiz. Xudo xohlasa yo'q bo'lib qolganimga e'tibor bermaysizlar, to'g'risi, chunki umuman vaqtim bo'lmayapti. Xudo xohlasa yana ko'proq vloglar olishga harakat qilaman. Xudo xohlasa yanada qiziqarli va foydali vloglar chiqarishga harakat qilaman. Your Grace bilan qoling. Keyingi vloglarda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling.